هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Rahman tefsiri 54. ayetten başlayıp okuyunuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende dehtanlığa İbn Kathir Rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Rahman suresi 54. ayetten başlayıp okuyunuz inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Ula esterleri kılın tavardan boğan döşeklerge yölündü. İki cennetin meyvesi turgan, olturgan, yatkan adamı üzerleydiğen derecede yıkındır. Ey insanlar, cinlar, sizler Rabbinlarının kaysi nimetlerini inkar kılısılar? O cennetlerde erlerden başkalarına karamaydıgan, erlerden burun ola bilen hiç insan ve cin yakınçılık kılmagan xotunlar var. Ey insanlar, cinlar, sizler Rabbinlarının kaysi nimetlerini inkar kılısılar? Goya ula süzüklikte yakuttur, aklıkta mervayittir. Ey insanlar, cinlar, sizler Rabbinlarının kaysi nimetlerini inkar kılısılar? Yaxşı iş kılgıcı fakat yaxşı mükafatga erişidi. Ey insanlar, cinlar, sizler Rabbinlarının kaysi nimetlerini inkar kılısılar? Ula esterleri qelin tavardan boğan töşeklerge yölündü. Bu ayetteki yölünüş degenlikten yanpaşlap yetiş közü tutuludu. Biroq buningdan bedeşkan kurup oltirish közü tutuludu degechilarmi bor. Yani cennet ahli esterleri qelin yipekten boğan töşeklerge yölünüp olturdu. Ekrime, Zahhak, Qatada qatarlıqlar bu ayetni o'shundoq tafsir qilgan. Abu İmran Cüveni mundaq deydi. O altın bilen zinnetlengen qilin yipektir. Allah Teala o töşekning astarinin esilligi bilen onun teshinin esilligiga ishorat qiladi. Bu qimmat töven narsa bilen qimmat baholiq narsani gavdlantirish uslubidir. Abu İshaq Abdullah ibn Mas'ud'ning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mana bu töşeklarning astarlarining sifatlaridir. Agar uning teshini ko'rsak, u qanchalik esildir ha? İki cennetning meyvesi ular qaysi holatda bo'lsin, ya'ni xohlagan chaqda uzalaydigan darajada yaqindir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Onun meyveleri öğrü tuğandımı, olturgandımı, yatkandımı kolunu sozupla alalaydıgan derecede yakın buludu. Cennetteki daraxtlarning sahilleri ulağı yakındır. Cennetin meyvelerini üzüş ulağı asan kılındı. Yani bu meyvelerini üzüş kılçılık mı ters bulmazdım. Belki meyveler şu meyvelerini xalagan kişilerinin aldığı şahlardan özlügidin üzülüp düşüdü. Ey insanlar, cinlar, sizler Rabbinlarının qaysi nimetlerini inkar kılsılar? Allah Teala töşeklerinin kattılıqını bayan qilgandan keyin mundaq deydi. Şu töşeklerde erlerden başqalarga qaramaydigan xotunlar bor. Bu ayetning ma'nosi haqida İbn Abbas, Qatada, Ata Xurasani ve İbn Zeyd qatorliqlar mundaq deydi. Yani ula erlerden başkalarga qaramaydi. Yana cennette ulağa hiç narsa erlerdek chiroyli ko'rinmaydi. Rivoyat qilinishicha, ularning biri eriga Alloh taoloning nomi bilan qasamki, men jannatda sendan chiroyli hech narsa ko'rmadim. Jannatda menga sendan boshqa yiqimliq narsa yo'q. Seni menga bergan
meni sana bergen zat Allah Teala hamd senalar bolsun deydi. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Erlerden burun ular bilen hiç insan ve cin yaqinchilik qilmagan xotinlar bor. Ya'ni ularning hammasi teng tush qizlar bo'lib, erlarga berilishdan ilgari hiç insan ve cin ularga yaqinchilik qilmagan. Mana bu oyatmu mu'min jinlarning jannatga kiradiganligiga dalildir. Ertate İbni Munzir mundaq deydi. Bir adam Zemra İbni Habib'den jinlarmi jannatga kiramdi deb so'raganda, u ha, texi ular xotin oladi, erkek jinlarga jinlardan, erkek insonlarga insonlardan xotinlar bordir deb javob berdi. Mana bu Allah Teala'nın erlerden burun ular bilen hiç insan ve cin yaqinchilik qilmagan xotinlar bor. Ey insonlar, jinlar, sizlar Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar degan oyatining ma'nosidir. Ondan Allah Teala u xotinlarni sifatlab mundaq deydi. Go'ya ular suzuklikda yaqutdir, aqliqda marvoitdir. İmam Müslim rivoyat qiladi-ki, Muhammad ibn Sirin sizlar mayli faxrlangan yoki bir-biringlar bilan talash tortish qilgan holda aytinglar, jannatda erlar ko'pmi yoki ayollar ko'pmi deganda, Abu Hurayra sizlar payg'ambar alayhisalomning shubhisizki jannatga birinchi turkumda kirdiganlarning chiroylari 15 kunlik tulun oyga o'xshaydi. Onundan keyin kirdiganlarning chiroylari osmondagi eng yo'riq yulduzga o'xshaydi. Har bir odamga pochoqlaridan yilik ko'rinib turadigan ikki xotin berildi. Jannatda bo'ytaq er bo'lmaydi deganligini anglamaganmidinglar deb javob bergan. Bu hadisni İmam Buxoriy rivoyat qilgan. İmam Ahmad Anas'dan Peygamber Aleyhisselam'ның mundaq deganligini rivoyat qildi. Allah Teala yolida etdigan ve akşamda chiqish dünya ve onundaki barliq narsalarga erishgandanmi yaxshidir. Sizlarning biringlarning o'qiyasining kirichining yoki qamchisining jannatdagi o'rni dunyo va uningdagi barliq narsalarga erishgandanmi yaxshidir. Jannat ahlining ayollaridan biri agar yer yuziga chiqarilsa edi, albatta osmon bilan zaminning orliqini xushpuroqlarga to'ldirib o'tgan ve osmon bilan zaminning orliqidagi narsalar albatta xushpuroq chachqan bo'ladi. Uning beshiga kiygan lechki dünya ve onundaki barliq narsadan yaxshidir. Bu hadisni İmam Buxoriy rivoyat qilgan. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Yaxshi ish qiluvchi faqat yaxshi mukofotga erishadi. Ya'ni dunyoda yaxshi ish qilgan kishi uchun oxiratda faqat yaxshiliklar bor. Allah Teala bu vaqtda mundaq degan. Yaxshi ish qilganlar jannatga va Allohning jamolini ko'rishga noil bo'ladi. Allah Teala yuqorida amal bilan erishgili bo'lmaydigan, aksicha Allah Teala'ning bandisiga marhamat va yaxshilik qilish yuzidanla beradigan katta ne'matlarni bayon qilgandan keyin mundaq deydi. Ey insonlar, jinlar, sizlar Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? U ikki jannatdan tuvanroq ikki jannat bor. Ey insonlar, jinlar, sizlar Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? U ikki jannat yop yeshildir. Ey insonlar, jinlar, sizlar Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? U ikki jannatda qaynab chiqib turgan ikki buloq bor. Ey insonlar, jinlar, sizlar Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? İki cennette meyveler, xo'malar ve anarlar var. Ey insanlar, cinlar, sizlar Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? U cennetlerde chiroyli xotinlar var. Ey insanlar, cinlar, sizlar Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? Ular cennetning
çıdırlarida mesture hörlerdir. Ey insanlar, cinlar, sizler Rabbinlarning qaysi ne'matlarini inkar qilsizlar? Erlerden ilgari ularga hech inson va jin yaqinchilik qilmagan. Ey insanlar, cinlar, sizler Rabbinlarning qaysi ne'matlarini inkar qilsizlar? Ular yeşil yastıqlarga, chiroyliq besatlarga yulangan holda istirohat qiladi. Ey insonlar, jinlar, sizlar Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? Azimatlik va keramlik Rabbingning nomi muborakdir. Alloh taolo mana bu ikki jannatning ilgari sifatlangan ikki jannatning fazilat va darajada tuvan ekanligini Qur'onda bayon qilib mundaq deydi. U ikki jannatdan tuvanroq ikki jannat bor. Yuqorida qochilari va barliq narsalari oltindan bo'lgan ikki jannat bor. Qochilari va barliq narsalari kumushdan bo'lgan ikki jannat. Ilgariki ikki jannat Alloh taolaning yaqin bandalariga, keyingi ikki jannat saodatman bandalarga berildi degan hadis bayon qilingan edi. Abu Musa oltindan bo'lgan ikki jannat Alloh taolaning yaqin bandalariga, kumushdan bo'lgan ikki jannat saodatman bandalarga berildi dedi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Ilgirki ikki jannatning keyingi ikki jannatdan esil ekanligining bir qancha dalili bor. Birinchidan, Alloh taolo ilgirki ikki jannatni keyingi ikki jannatdan burun sifatladi. Dastlabda tilga ilish alohida ko'ngil bo'lganlikni ko'rsatdi. Alloh taolo mundaq deydi: "U ikki jannatdan tuvanroq ikki jannat bor." Bu burun sifatlangan jannatning keyin sifatlangan jannatga qaraganda esil ve Ali ekanligining pokiyatidir. Alloh taolo yuqorida ikki jannatni sifatlab, u ikki jannatda turli mevalik daraxtlar bor deydi. Ya'ni bu ikki jannatdagi dal-daraxtlar suvi bak qonganlikdan yop 5 yillik purkinib qorong'ulashib ketadi. İbn Abbas bu oyat haqida shunday deydi. Muhammad ibn Ka'b u ikki jannat yop yeshildir degan bu oyat haqida bu ikki jannat yeshilchilikqa purkangan deydi. Shoxlari bir-biriga kirishib ketmagan daraxtlarning shoxlari bir-biriga kirishib ketgan daraxtlarga qaraganda chiroyli ekanligida hech shak yo'qdir. Ikkinchidan, Alloh taolo yuqorqi ikki jannatni sifatlaganda u ikki jannatda iqib turgan ikki buloq bor deydi. Bu yerdagi ikki jannatni sifatlaganda u ikki jannatda qaynab chiqib turgan ikki buloq bor deydi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbasning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu ikki buloqdan suv bulduqlab chiqib turdi. Suv iqib turish bulduqlab chiqib turgandan yaxshidir. Zahak mundaq deydi. U ikki jannatda qaynab chiqib turgan ikki buloq bor. Ya'ni u ikki buloqning suvi azlab qolmay suvliq to'lib turdi. Uchinchidan, Alloh taolo yuqorqi ikki jannatni sifatlaganda u ikki jannatda har mevadan ikki xildan bor deydi. Bu yerda bo'lsa ikki jannatda mevalar, xo'malar va anorlar bor deydi. Yuqoridagi ikki jannatning mevalarining bu ikki jannatning mevalariga qaraganda ko'p va xilma-xil ekanligida shak yo'qdir. Alloh taolo mundaq deydi: "U jannatlarda chiroyli xotinlar bor." Bu oyat haqida Qatada jannatda nurg'un chiroyli narsalar bor deydi. Ko'plagan tafsirshunoslar jannatda yaxshi, chiroyli, axloqli va go'zal yuzlik xotinlar bor deydi. Bir hadisda shahlo ko'zlik hurlarning
biz chiroyli xotinlarmiz, biz hurmatli erlar uchun yaratildik deb naqsha o'qiydiganligi rivoyat qilindi. 4-dan Alloh taolo yuqoridagi ikki jannatni sifatlaganda u jannatlarda erlaridan boshqalarga qaramaydigan, erlaridan burun ular bilan hech inson va jin yaqinchilik qilmagan xotinlar bor deydi. Bu yerda bo'lsa ular jannatning chidirlarida mastura hurlardir deydi. Ya'ni garchi jannatdagi hurlarning hammasi ichkiri chidirlarda bo'lsa-mu, o'zlari boshqalarga qaramaydigan hurlar, boshqalarga qaramaslikka buyurilgan hurlardan ortiq ekanligida shak yo'qdir. Ular jannatning chidirlarida mastura hurlardir. İmam Buxoriy Abdullah ibn Qaysdan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shek shubhisizki jannatda kavak marvoyatdan tikilgan bir chidir bor. Uning kengligi 60 mil keladi. Chidirning har bulungida mu'minlarga berilgan xotinlar bor. Ular boshqalarni ko'rmaydi. Ularni mu'minlar ziyorat qilib turdi. İmam Buxoriyning yana bir rivoyatida chidirning kengligi 30 mil keladi deyilgan. Bu hadisni İmam Muslim mundaq rivoyat qilgan. Shek shubhisizki jannatda har bir mu'min uchun bir kavak marvoyatdan tikilgan chidir bor. Uning uzunligi 60 mil keladi. U chidirda mu'minga berilgan xotinlar bor. U ularni ziyorat qilib turdi. Ularning birini ko'rib qolmaydi. Erlaridan ilgari ularga hech inson va jin yaqinchilik qilmagan. Bu oyatga o'xshash ma'nodagi oyat yuqorida bayon qilindi. Faqat yuqoridagi oyatdagi jannatning sifatida Alloh taolaning go'yo ular suzuklikda yoqutdir, oqlikda marvoyatdir. Ey insonlar, jinlar, sizlar Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar degan oyatlari ortiq bayon qilindi. Ular yeshil yostiqlarga, chiroyli bisatlarga yulangan holda istirohat qiladi. Ali ibn Abu Talha Ibn Abbasning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ular yeshil yostiqlarga yo'linib o'ltirdi. Mujahid, Ikrima, Hasan, Qatada, Zahhak va boshqalarmi bu oyatni ular yostiqlarga yo'linib o'ltirdi deb tafsir qilgan. Ali ibn Badri ular taxtlarga yepilgan yopiqlarga yo'linib o'ltirdi deb tafsir qilgan. Azamatlik va karamlik Rabbingning nomi muborakdir. Ya'ni Alloh taolo ulug'lanishga, osiylik qilinmaslikqa, hurmatlanib ibodat qilinishga, shukr qilinishga, inkor qilinmaslikqa, aslinib turishga, unutilib qilinmaslikqa tegishlidir. Ibn Abbas radhiyallohu anhu azamatlik va karamlik degan oyatni buyuk va ulug' deb tafsir qildi. Imom Abu Davud rivoyat qilgan bir hadisda mundaq deyildi. Shek shubhisizki chach soqollari oqargan musulmon podshohni Qur'onni chekdan oshirib etmagan va nuqson yetkazmagan asosda yod olgan odamni hurmatlash Alloh taoloni ulug'laganlikdir. Imom Ahmad Rabi' ibn Amirdan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Azamatlik va karamlik Allohni hamisha yod etib turinglar. Bu hadisni Imom Nasa'iy rivoyat qilgan. Imom Muslim, Abu Davud, Tirmizi, Nasa'iy va Ibn Majah qatorliqlar Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom salom berib namozni tugatib bo'lib, "Ey Alloh, sen salomdirsan. Salomatlik sen tarafdandir. Ey azamatlik va karamlik Alloh, sening noming muborakdir" deb bo'g'idak miqdorda o'ltiratdi. Alhamdulillah. Shuning bilan Sura Rahmanning tafsiri tugadi.
Cimi hamd sana ve medhiye Allah Teala'ga mensuptur. Kelar qitimda Sure Voqea 1-oyatidan boshlab anglaysizlar inshaalloh. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.